Siz kam ovqatlanasiz, ko'p harakat qilasiz, lekin baribir qorin sohasida yog' ketmaydi. Agar sizda shu muammo bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Video oxiriga kelib siz insulin rezistentligi nima ekanligi, nega aynan qorin atrofida yog' yig'ilishini va qanday yo'l bilan bu holatni o'zgartirish mumkinligini tushunib olasiz. Bir muhim narsani aniqlashtirish kerak. Insulin bu yomon gormon emas. U hayot uchun zarurdir. Insulinning vazifasi juda oddiy. Ovqatdan kelgan shakarni qondan olib hujayra ichiga kiritish. Agar insulin bo'lmasa, hujayra energiya olmaydi, mushak ishlamaydi, miya ishlamaydi, tana yashay olmaydi. Demak, muammo insulinni borligida emas, unga tanani javob berishida. Oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, insulin bu kalit, hujayra esa eshik. Yosh va sog'lom kishilarda kalit eshikni oson ochadi. Shakar hujayralarga osonlik bilan kiradi va energiya hosil bo'ladi. Vaqt o'tib esa eshik qotib boradi. Natijada kalit bo'lsa ham eshik yaxshi ochilmaydi. Bu holatda tana nima qiladi? Demak, kalit kam deb o'ylab, yana ko'proq insulin chiqarishni boshlaydi. Natijada qonda insulin doim yuqori bo'ladi. Ammo hujayralar esa energiyani qabul qila olmaydi. Tanada doim energiya yo'q degan signal bilan doim ochlik his qilish boshlanadi. Mana shu holat insulin rezistentligi deb ataladi. Demak, insulin yuqori bo'lgandan keyin u tanaga buyruq berishni boshlaydi va yog'ni saqlash signali ketadi. Ayniqsa qorin atrofidagi yog' hujayralari insulinga eng sezgir bo'ladi. Shuning uchun kam yeysiz, qorin ketmaydi. Mashq qilasiz, qorin yana saqlanib qoladi. Tana yog'ni ishlatmaydi. Aksincha, himoya qilishga harakat qiladi. Shu sababli bu mexanizmni tushunmasdan qilinadigan dieta natijasiz mehnat qilishga olib keladi. Insulin rezistentligi faqat semizlarda bo'ladi degan fikr xato. Ko'pincha 30 yoshdan keyin surunkali kam uxlaydiganlarda, doimiy stressda yuradiganlarda, shirin va oq un mahsulotlarini ko'p va tez-tez iste'mol qiladiganlarda va kam harakat qiladiganlarda ham uchraydi. Ba'zilarda vazn normada bo'ladi, lekin qorni bo'ladi. Bu holat esa insulin rezistentligini erta signali bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqatgina kaloriya emas, balki insulinga nisbatan tananing signalini ham nazarda tutish kerak. Agar siz keskin kam yeb, stressni oshirsangiz, uyquni qisqartirsangiz, tana himoya rejimiga o'tib oladi. Bunga javoban insulin ko'proq ajralishni boshlaydi. Tana esa yog'ni yanada qattiqroq saqlab qolishga harakat qiladi. Natijada vazn qotib qoladi. Qorin esa ketmaydi. Inson o'zini yanada qattiq aybdor his qilishni boshlaydi. Bu esa eng e'tibor berish kerak bo'lgan nuqtalardan biridir. Quyidagi harakatlar orqali siz yuqoridagi muammolarni yechishingiz mumkin. Birinchisi ovqat sifati. Ovqat tarkibidagi oqsil yetarli bo'lsin. Shakar va tez hazm bo'ladigan uglevodlarni kamaytiring. Ovqatlar aro doimiy tamaddi qilmaslik. Keyingisi kuch mashqlari. Bu tanadagi mushaklar massasini ko'paytirib, insulin sezuvchanligini yaxshilaydi. Keyingisi uyqu. Kam uyqu bu yuqori insulin deganidir. Natijada tanangiz insulinga sezuvchanligi pasayib boradi. Keyingisi stressni nazorat qilish. Stress tufayli inson tanasida kortizol oshadi. Bu esa insulin ishlab chiqarishini oshiradi. Buni natijasida sizdan qorin atrofidagi yog' ketishi yanada qiyinlashadi. Yuqoridagi aytilgan yechimlarni qilganingizda bu jarayon sekin bo'lishiga qaramasdan albatta barqaror natijaga erishasiz. Bir narsani yodda tuting. Insulin rezistentligi boshlanishi hali bu kasallik emas. Bu funksional muammo hisoblanadi. Lekin e'tiborsiz qoldirsa, muammoga olib kelishi mumkin. Demak, vaqtida qilingan harakatlar insulin rezistentligini normaga qaytarishga yordam beradi. Qorindagi yog'ni qanday yo'qotish haqida quyidagi videoni tomosha qiling. Ushbu video yuzasidan fikr va savollaringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Sog' salomat bo'ling.